Dehqonobod shaharchasidagi butun zakazlari. Terma eshik qo'yib berganmiz. Diptech oynalari bilan. İşimiz deyarli tugab qoldi. Oq rangda bo'lgan. Klientimiz xohishiga binoan ruchkasini o'zini qora qilib berganmiz. Petlari ham oq. Klientimiz o'zi shuni xohlagan. Tashqariga energiya oyna 6lik, ichki tarafi 4lik diptech oyna bo'lgan. Ikkala tarafi kalyonli bo'lgan. Ochilib yopilishlari. Ichkaridan ko'rinishlari. Diptech oynamizning boshqa variantlari ham bor. Klientimiz ichkari tashqaridan hech nima ko'rinmasin degani uchun mana shunaqa tashqaridan ichkari, ichkaridan tashqari ko'rmaydigan variant qilib berganmiz. Boshqa variantlarimiz ham bor diptechda. Termo ochilib yopilishlari har doimgidek bitta barmoqchada.